Nega aynan Amrolimxon yozgi saroyini Storay mahallasida qurganini bilasizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Sanatoriyamizdagi ushbu lyuks xonamiz 3 mahal ovqati va barcha muolajalari bilan 500 ming so'm. Ramazon aksiyasi uchun ro'zadorlarga 360 ming so'mdan qildik. Bu joy shunchaki dam olish uchun emas. Bu yerda sog'liqni tiklash uchun kelishadi. Eng qiziq tomoni, bu sanatoriyada barcha turdagi litsenzyalar asosida davolash muolajalari olib boriladi. Aynan shu tabiiy davolash usuli sababli Moxosa sanatoriyasi nafaqat Buxoroda, balki O'zbekiston, butun dunyoda juda ham taniqli. Bu yerda faqat mahalliy aholi emas, boshqa viloyatlardan, hattoki 7 ta xorijiy davlatlardan ham odamlar kelib davolanib ketishadi. Chunki natija bor. Effektni ko'p bemorlar o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Sanatoriyada davolash jarayonlari shifokorlar nazorati ostida olib boriladi. Muolajalar individual tarzda belgilanadi. Tabiiy muhit, sokinlik, toza havo bularning barchasi organizmga ijobiy ta'sir qiladi. Agar siz uzoq vaqtdan beri sog'lig'ingizni tiklashni o'ylab yurgan bo'lsangiz yoki tabiiy yo'l bilan davolanishni xohlasangiz, Moxosa sanatoriyasi aynan siz uchun. Bu yerdagi barcha ovqatlar parhezbop hisoblanib, barchasi tabiiy mahsulotlardan tayyorlanadi va inson salomatligini tiklash uchun xizmat qiladi. Issiq bu? Albatta bu suvimiz issiq bo'ladi, chunki 1100 metr chuqurlikdan keladigan shifobaxsh suvimiz. Bu suvdan dunyo bo'yicha faqat 3 ta joyda aniqlangan. Birinchisi o'zimizning O'zbekistonda, Buxorodagi Storay mahfasadagi mana shu suv hisoblanadi. Bu suv shunda shifobaxshmi? Albatta shifobaxsh, chunki bu suvimiz inson organizmidagi oshqozon kasalliklari va eng asosiysi buyrak kasalliklari uchun qo'llaniladi. Zo'r-ku, bundan ko'proq ichish kerak-da. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kelgan afzal. Ramazon aksiyamizdan foydalanib qoling. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Storay Moxosa sanatoriyasi siz uchun.